Quruvchi akalarimiz 1.9 sotuvga qutchadek qilib xonadon qurib qo'yishibdi. Kelgan manzilimizda Nazarbek kelganmiz. Nazarbek posti bilan 1,5 kilometr masofa ko'rsatyapti. Xonadonimizgacha Orientir Grand to'yxonasining ro'parasidagi mahalla bo'lyapti. Xonadonimizni ko'radigan bo'lsak, fasad ishlari bo'lgan, ko'rasizlar, biralar o'rnatilgan. Asosiy eshikdan kirishimiz bilan bitta mashina qo'yishga joy bor. Hovli qismini ko'radigan bo'lsak, dekorativniy daraxtlar, gullar ekib qo'yilgan umumiy hojatxonani ko'rishingiz mumkin. Hovli qismimiz o'zidan yerto'la qismiga tushsanglar bo'ladi. Yerto'la qismimizda xonadonimizning yurak qismi, isitish tizimlari hammasi shu yoqqa o'rnatilgan. Bismillah, binoyimizning asosiy eshigidan kirishimiz bilan biz ana shu o'rta razmerda hovli ko'rishingiz mumkin. O'ng tarafimizda ayollarimiz uchun sevimli bo'lgan oshxonani ko'rishingiz mumkin. Remontlarni ko'ryapsizlar, yorqin ranglardan foydalanilgan. Chap tarafimizda qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi xonamiz ota-onalar yotoqxonasi bo'lyapti. Uni yonidagi xona kattagina razmerda zal joylashgan. Orqa tarafida havo aylanish uchun joy ham tashab ketilgan. O'rtada bitta общий sanusilni ko'rishingiz mumkin. O'ng tarafimizdagi xona o'g'il bolalar yotoqxonasiga mo'ljallangan xonani ko'ryapsizlar. Bu yerda endi bemalol bitta oila maza qilib yashash imkoniyatiga egasizlar. Narxi keladigan bo'lsa, $115,000 so'rashyapti. Albatta yana kelishadigan joylari bor. Doimgidek raqamni qoldiramiz. Batafsil to'liqroq kelib ko'rib savdosi va barakasini qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'lasizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilasizlar.